Sizlar hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomiz razvalga boshlangan. Mana biz bugun Tanishir ukamiz oldiga keldik. Sog'lik yaxshimi? Yaxshi. Tanishir, mana shu razval sohasini yaxshi ko'rib, tanlab o'rganganmisan? Albatta, o'zim indamay sohadaman, Xudoga shukr. Kam bo'lganman. Qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshi tomoni bor, yomon tomoni bor. Shu sanda qanaqa shu narsa? Yomon tarafi ham bo'ladi, yaxshi tarafi ham bo'ladi. Klientlar har xil mashinaga keladi bizga. Klientlar har xil vaziyatlarga kelib qoladi. Klientlar nasri bo'lmay qoladi. Yana bir xabar keladi, qildirganidan keyin mashinaga ayib topib beradi. Yo, jonim masalan, kompyuterda ishlayversang, ishini ham kelib turaveradi. Nima qilyapsan, nima qilyapsan. Tushuntirasiz, tushunmaydi bu narsani. Orqada o'tirgan kamerani to'sib qo'yapsiz, xo'p deydi, yana aylanadi, yana sharika kelib qoladi. Keyin tortishadi ko'plar narxi ustida. Qilganligi tekshirib kelgan, tekshirib chiqibdan ayib qidiradi. Azgana bor, unaqa ekan, bunaqa ekan. Bir xillar tushuntirsangiz, balonlardan tortadi, vaziyatlar qoladi, har xil yilgan savol beradi. Men shofyor akalar uchun razval tarafdan tavsiya bormi? Bor. Har 10 mingga balonlarni tez-tez belgida qilib turibdi. Yaxshi bitta moshina yamaga tushsa, bizda har 5 mingda tekshirib turgan yaxshi diskotasiz. Peshib ketish vaziyatlar. Rahmat G'anishir, kattakon, sog' bo'lgin, ishingga omad. Demak, aziz do'stlar, mana shu mashinaning yumshoq yurishi uchun vaqtida razvalga kelib, razvallarni qildirib ketinglar. Sog' bo'linglar.